Yangi kelin bilan bo'lgan voqea. Ismim Muxtor. Yoshim 23 da. Bir kuni qo'shni akam mahallaga kelgan yangi kelin bilan telda gaplashib turganini sezib qoldim. Keyin akamdan telda bir haftacha gaplashdim. Har kuni eri ketishi bilan menga telefon qilardi. Har-harda paka haqida qo'shib qo'yardim. Kunlarning birida menga uyda hech kim yo'q, shkafni ko'tarib borishini iltimos qildi. Keyin sekin borib qo'lidan tortdim, u ham menga qarshilik ko'rsatmadi. Keyin uni asta sekinlik bilan quchoqlab, bo'yinlaridan o'pa boshladim. Unga yoqa boshladi. U ham bo'sh kelmasdan meni sabzimdan ushladi. "Voy, juda katta ekan", dedi. Men sekin astalik keyin shosha-pisha meni qiynay boshladi va meni divanga tortdi. Divanga o'tirgizib, asalchasini to'g'irlab, sazimga o'tirdi. U shunaqangi o'tirib turardi va 2 marta kanjat qivorganini sezdim. Va menikini kep turganini sezib, o'chimga tavaten deydi. Va men chiqarib dumbasini teppa qismiga tashatdim. Keyin darrov kiyinib chiqib ketdim, chunki uni qaynonasi kep qolishi mumkin edi. Keyin chiqib telkirsam, u menga yuvinmoqchi bo'lganini aytdi. Shunda men uni qanday yuvinishi o'ylab, ehtiroz osha boshladi. Keyin indamasdan kirdim.